Bilinglarki, bu arab tili degani arablarning tili degani emas. Arab tili degani musulmonlarning tili degani. Arab tilida yozilgan aksar kitoblarni arablar yozmagan. Aksar kitoblarni arablar yozmagan. Balki aksar kitoblarni boshqa millatlar yozgan va eng ko'p yozganlardan biri bizning millatimiz, bizning bobolarimiz. O'sha uchun ham fiqhning eng mo'tabar kitoblarini bizning bobolarimiz yozgan. Faqat Hanafiy fiqh emas, bizning yurtimizda Shofiy mazhabi ham bo'lgan. Shofiylarning kitoblari ham yozilgan bizning yurtimizda. Shofiylarning kibor ulamolari bir Samarqandiy degan Shofiy olim bo'ladi, kitob turibdi mana bunda. Shofiy mazhabida yozilgan. Samarqandiy Shofiy bo'lgan shu kishi. Bundan ham mayli eng kattasi Qafolul Kabir. Ikkita Qafol bor, Qafol Sag'ir, ya'ni Qafol Marvazi va Qafol Kabir, Qafol Shoshi. Qafol Shoshi Shofiy mazhabining eng kibor olimlaridan. Imom Shofiy bilan birinchi tabaqa bo'lsa, Muzani, Buvaytilar ikkinchi tabaqa bo'lsa, Qafol Shoshi uchinchi tabaqa hisoblanadi. Ya'ni mazhabda Qafol Shoshiylarning qovli shunga olinadigan, mazhabda mujtahid bo'lgan olimlardan Qafol Shoshi. Qafol Shoshi Toshkentdan bo'lgan vallohu alam. Mana shu Toshkentdagi Hasti imom shu Qafol Shoshi o'sha. Hasti imom degan shu Qafol Shoshi, ya'ni masjid Shofiy olim u kishi. Ya'ni o'shanga bilinglarki, arab tili arablarning tili emas, arab tili bu bizni tilimiz, musulmonlarning tili.